Assalomu alaykum barchaga. Bugungi juma kungi havo sovigandan keyin men undan tashqari yana tashqarida qolgan muzli suvlarni berdimmi. Mollarimiz shobodalab qoldi, burni oqib, mana bu jaydari mol yo'talyapti ham, burni ham oqyapti. Keyin ana gibrid ham, ana shu gibrid ham yo'talib, burni oqyapti. Shuni hisobiga mana ishtahasi pasayib, yemlarni ham qoldirdi, mana ertalab yemlarni qoldirdi. Buningda ham burni oqishi bor, bunda ham bor, lekin ular ishtaha bilan yemini yedi. Shuning uchun ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan Adhamjon aka doktorni chaqirtirdim. Adhamjon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi. Rahmat. Adhamjon aka, tajribangiz necha yil aka? Uka 93-yildan beri Ishlaymiz. Har doim mana biz ham o'sha necha yildan beri esimni tanibmizki, uyimizda mol bo'ladi. Akam har doim kelib davolab berishadi. Bugun ham akamni chaqirdim. Aka, bularda shobodalashiga, mana shu burni oqib, ishtahasi pasayganiga nima dorilar qilamiz? Uka, endi mana Rossiyadan chiqqan Nitox degan ukolimiz bor. Bu effekti juda yaxshi. Ham bitta yaxshi tomoni, buni bitta ukol qilib qo'ysak, 48-72 soat hayvonni shamollashlarini yo'qotadi. Effekti yaxshi. O'shandan hozir mana mollaringizga bu tomoniga qilib bo'lib, 10 grammdan 20 gram uriladi. Qarang, 10 grammdan 20 gram uriladi. Bunda nimasiga qaraladi? Buni kilogrammiga qaraladimi? Aslida uka 10 kilo tirik vaznga 1 gram. Lekin bu shundayki, bir joyga 10 gramdan oshiq urib bo'lmaydi. 300 kilodan og'dagi vesga ham 20 gram o'sha ta'sir bo'laveradi. 300 kilo vesda. Tushunarli. Hozir aksariyat endi xo'jaliklarda 300 kilodan oshiq novvoslar kamda. Bularga endi 20 gram ursak, ta'siri o'shanday bo'laveradi. Yaxshi effekt. Aka, buning uchun qanaqa shpritslardan foydalanamiz? Mana shpritsni ochib turib, yangi 12 lik igna qo'yiladi. Chunki bu jinday quyuqroq, maslinda yog'liroq. Bu o'zimizda oddiy shprits ignasida ketmaydi. Shuning uchun 12 kiloga chuqur inyeksiya qilinadi. Buni qayerdan topsak bo'ladi bu? Bu veterinariya aptekalarda sirop yaxshi. Qarang, endi Adhamjon aka, hozir uy sharoitida, masalan, doktorsiz, mabodo o'zlari ham eplab qilaveraman desa, qanaqa tavsiyalar bor? Eplab qilaveraman desa qilsa bo'ladi. Faqat chuqur inyeksiya qilish kerak. Sababi bu dori birinchidan qaytib chiqib ketishi mumkin. Ikkinchidan joyini chir ishirib yuboradi. Endi oddiy umuman inyeksiyaga tushunmaydigan odamlar ham bo'lishi mumkin-da, ko'rayotganlar. Inyeksiya deganingizni nimani tushunyapsiz? Inyeksiya bu o'sha mushagiga chuqur urib turib jo'natish kerak-da. Oddiy bilmagan odamga men tavsiya bera olmayman. Sababi shunday holatlar bo'ldi. Aka urgatib qo'ydik, bir ikkita mollar tashab o'lib qolgan joylari ham bo'ldi. Ya, baribir mutaxassislar aytishgan. Endi men unisiga yo oyog'i ishlamay qolishi mumkin, yoki bir narsa bo'lib qolsa keyin biz hali bir nimaga qolib ketishimiz ham mumkin-da. Baloga. Uni men tavsiya bera olmayman. Lekin qilib yurgan odamlarga, ukol qilib yurgan odamlarga ajinli bo'lsa ham unaqasi bo'lishi kerak. Tajribasi bo'lishi kerak. Adhamjon akamiz hozir qanday qilib o'sha ignaga Nitox tortishlar ko'rsatishadi qanaqa? Birinchi joyini shu spirtli paxta bilan artib tashlanadi. Keyin sekin ignani tiqib, yaxshilab qotirib tortiladi. Havosini haydab orqasiga qaytarib Qo'yiq ekan, arasa bunday qilib. Maslinida bu. O'shancha hali kichkina ignada ketmaydi deganim shunga. Kattaroq ignada, 12 lik ignada urish kerak, tortish kerak. Ana bo'ldi-ku.
Hop, mana lichinalarni qilib oldik. Endi bu o'sha Nitox 48 soatdan 72 soatgacha ta'sir qilar ekan. Agar mabodo 72 soatda o'zgarish bo'lmasa, shabodalashib qolmasa, yana bunga ukol qilish kerak ekan. Mana ko'ryapsiz, mana bu yo'talyapti, mana bunni ham oqyapti mana. Endi mana bu yerda yana bitta nima aytib qo'ying. Bu Nitoxda mana bu ukol qilgan joyida 2-3 kun shish paydo bo'lar ekan. Xavotirga o'rin yo'q. Mabodo kimdir shu Nitoxdan foydalansa, o'sha yerda so'rilganicha shish paydo bo'lar ekan. Bu tabiiy hol ekan, lekin o'tib ketar ekan. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. Nima ham derdim? My Hobby kanalida va mening kichikgina molxonamda ko'rishguncha do'stlar.